Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqhi dərsimizin 17-ci dərsini oxuyumiz. Biz ilgirki saatlik dərslərimizdə namazın fərzləri, vacibləri və sünnətləri haqqında toxtaldıq. Əmdi biz bugünkü dərsimizdə namazını buzğuç işlər haqqında toxtalımız. Navsı biz dərsimizi başlayırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilat salat, namazınki buzğuç amilləri. Birincisi namazı nim buzub etidi olsanlar el-kalam. Gep buzub etidi. Yani namazga təvə bolmagan hər qandaq gep söz, meyli xata olsun, meyli səhvən bolsun, meyli unutub qəbdisun, gep qıplam sağan bolsa namaz buzulub ketidi. İkincisi ad-dua bima yushbihu kalaman nas. Normal adamların gepiga oxşaydigan geplər bilan dua qilish namazda namozni buzib o'tadi. Masalan, at-tahiyyatuda Allohumma salli ala o'qib bo'lgandan keyin duo qilsak bo'ladi. Shundaq-ku. Qanday duo qilamiz? Ma'sur duo bilan duo qilamiz. Ammo normal ma'sur bo'lmagan kishilarning gapiga o'xshaydigan gaplar bilan duo qilsak namoz buzilib ketadi. Uchinchisi assalam bi niyati at-tahiyya wa raddiha bi lisanihi aw bil musafaha. Salam qilish niyati bilan yoki o salomni qaytirish niyati bilan tili yoki qo'li bilan salom qilish. Namozda turib biz assalomu alaykum deb kirgan bo'lsa yoki qo'lda qanday qilsimi, kurashsimi namoz buzilib ketadi. Uningdan keyin al-amalul kathirul mutavali. Arqa ko'p ish harakat namozni buzib o'tadi. Ya'ni namozning jinsidan, namozning turidan bo'lmagan arqa ko'p ish harakat namozni buzib o'tadi. Endi namazning buzib o'tadigan ko'p harakatning o'lchami qaysi desanglar, yiroqdan qaragan odam namoz o'qigan odamni bu namoz o'qimabdi. Ya'ni uning namoz o'qiganligini uqolmasa, uning harakatining ko'p ekanligidan namozi buziladi. Ko'pning o'lchami shu. Ya'ni yiroqdan qarag'uvchi uni namoz o'quvchi deb gumon qilmaydigan holatdagi harakatlarni ko'rsatadi. Uningdan keyin tahvilus sadri anil qibla bighayri uzr. Uzrsiz holatda mo'rini, ko'krakni qibla tarafdan o'zgartish. Ammo yuzni o'zgartiruvchi, ya'ni bo'yinni qarab yuzni o'zgartiruvchi bo'lsa, bu namozni buzmaydi. Ammo qiblaning ko'kragimiz shunda o'rilib ketsa, uzrsiz holatda namozimiz buziladi. Ammo o'zrlik holatda yilondan birisi keldi, yo kichik boldan birisi yaxshi tushib qolibdi. Shunda holatda uning qashig'i berib, ko'kragimiz o'lib ketsa, o'zr bo'lganlik uchun namoz buzilmaydi. Uningdan keyin al-aklu va shurb min xarij famihi walau qal. Ağızın sırtıdan bir narsa yeyish yoki ichish. Az bo'lsa-mu, ağızın sırtıdan bir narsa yeyish yoki ichish namozni buzib o'tadi. Ağızın sırtıdan degan gap, agarda og'izdagi narsani yeyish desa, nuqt miqdori yoki uningdan tuan narsa bo'lib qolsa, og'izda uni yeyasi bo'ladi. Uni saqlangan bo'lmagan chiqar. Ammo og'izning ichida shu nuqtdan cho'ng bo'lib qolsa, yana namozni buzib o'tadi. Namozning sırtıdan nuqtchilik bo'lsa-mu, buzib o'tadi. Onundan keyin at-tanahnuh bila uzr. Gelni qirish, deyish, uzrsiz holatda. Ovozi qiroat o'qigan vaqtida ovoz tutib qolib, unda qilsanda namoz buzmaydi. Uzrsiz holatda tanahnuh namozni buzib o'tadi. Ondan keyin qashida biz ushkurgan bo'lsan, yarhamukalloh degan bo'lsa, namoz buzilib ketadi. Onundan keyin qasdan holatda avratini echish namozni buzib o'tadi. Ya'ni endi bu yerdagi amdan degan gapni majburlanmagan. Ya'ni eshib ketgan bo'lsa sajda qilib, bu vaqtdami agar to'tning bir miqdorida eshib ketgan bo'lsa, shundaqla bir rukni ado bo'lg'uchilik miqdorida eshib ketgan bo'lsa, namoz buziladi. Biz buni sitrul avrada so'zlagan. Yoki 3 tasbih miqdori. Ya'ni rukuda qancha qatim tasbih qilamiz az bo'lganda 3 qatim. Shu 3 tasbih miqdori eshib turgan bo'lsa, yana biriga 4ning biri shu avrat bo'lgan o'rinninki, 4ning biri yoki 4ningki biridan ortiqroq eshib qolgan bo'lsa, namoz buziladi. Agar uningdan az yoki 3 tasbih miqdoridan az holatda eshitib yapilib ketgan bo'lsa, namoz buzilmaydi. Niyatni o'zgartirish, namozning ichida turib, niyatni o'zgartirish namozni buzib o'tadi. Masalan, peshimga
asrga niyat qilib namoz o'qidim. Namozning ichiga kirsam, men peshim o'qimabdiman. Onda qolsa men peshim o'qaya deb namozning ichidan niyatni o'zgartgan bo'lsam, bu namoz buzilib ketadi. Undan keyin ayolningki ayolning bilan teng turishi. Tenglik ne derse putta. Yani putte bilan ayolningki teng turib bir saf namoz o'qib qolgan bo'lsa, namozi buzilib ketadi. Namozi buzilib ketadi. Hatta onun ayoli olsunmi yoki mahram singlisi, onasi bo'lib qolgan taqdirdami, namoz buzilib ketadi. Ondan keyin qasdan gap qilish. Qasdan gap qilish namoz buzib o'tadi. Biz yuqorida deb bo'ldik, shundaqla kulish. Ya'ni o'zi anglig'uvchi darajada kulish namozni buzadi. Ammo tabassum qilish-chi namozni buzmaydi. Qaqoqlab kulish-chi bu tahoratni buzib o'tadi bizning Hanafiy mazhabda. Dahk deganimiz o'zi anglig'uvchi kulish. Gerçi qeshtiklar anglamagan bo'lsin, o'zi anglagan bo'lsa kulgunni uni namozi buziladi. Ammo qeshtiklar anglagan bo'lsa bu qahqah kiradi, bu vaqtda tahoratni buziladi. Ondan keyin qorininki xatoligi yoki lahn fil qiroa. Qiroatda qattiq ohangga selib ma'nosini o'zgartirib o'tishi. Xatolik ma'noni o'zgartirib o'tadigan darajada yoki ohang ma'noni o'zgartirib o'tadigan darajada bo'lib qolsa, namoz buziladi. Ondan keyin biz putumizga masih qilib namoz o'qigan bo'lsak, namoz o'qigan vaqtda putumizning tartibininki muddati to'shdi. Ya'ni 24 soat muqim turgan odam uchun 24 soat to'shgan bo'lsa, namoz buziladi. Yoki namozning ichida turib masih qilgan bo'lsak, bu namozning ichida turib uni selib o'tgan bo'lsak yoki silinib ketgan bo'lsa, namoz buziladi. Ondan keyin namoz turib hushidan ketsa yoki ilishib qolsa, ya'ni aqli yo'q bo'lsa, vaqtda qanday qildi? Namoz buziladi. Endi namozning makruhlari bor. Namozni buzmaydigan, ammo qilsa yomon ko'riladigan ishlar bor. Bu makruhlarning ichida tahrimiy bor. Masalan, tahrimisi qaysi desanglar, yukrahu tahriman tark vojibun min al-vojibat amdan. Yuqorida biz namozning vojiblarini o'rgandik-ku. Shu vojiblarning har qandaqidan bir vojibni qasdan olib tashlash makruh tahrimiy. Sansahu lozim bo'ladi. Uning makruh tanzihi cho desa, namozning sunnatlaridan bir sunnatni tashlash bu makruh tanzihi. Bunga sansahu ketmaydi. Ondan keyin ikkinchi rakatda birinchi rakat qaraganda namozni qiroatni uzun qilish. Bu makruh tanzihi. Qanchalik uzun qilsa makruh tanzihi bo'ldi? Birinchi rakat qaragan vaqtda ikkinchi rakatda 3 oyat yoki undan ortiq o'qigan bo'lsa, bu makruh tanzihi bo'ladi. Ondan keyin farzda bir surani takrorlash. Birinchi rakatda shu surani o'qish, ikkinchi rakatda shu surani o'qish, bu makruh tanzihi. Ondan keyin Qur'onning tartibining aks bilan qiroat qilish. Ya'ni oldi bilan sur Falaqni, undan keyin Nasni o'qish. Ya'ni Qur'onning tartibiga qarshi holatda o'qish bu makruh tanzihi. Ondan keyin rukuda yoki sajdada qiroat qilish. Subhan robbiyal azim demay sur o'qish yoki sur Fatihani o'qish yoki itmom qiroat suratul Fatiha. Rukuda imomga ergishib o'qidi. Imom namoz o'qib bo'lguncha sur Fatihani o'qib bo'lmay ruku qo'yib qolgan bo'lsa, rukuda turib sur Fatihani o'qish bu makruh tahrimiy. Al-abthul qalil bi yadihi bis-siyab aw al-badan aw al-liha bidun haja. Hech qanday hojatsiz kiyimi bilan, badani bilan, soqol bilan o'ynashish. Al-abthul qalil az holatda pat-pat qilib soqolni silab qo'yish yoki kiyimini o'ngshash. Bu makruh tahrimiy. Agar ko'p bo'lib ketsa, namoz buziladi. Barmoqni giralashtirish, namoz o'qigan vaqtimizda barmoqni giralashtirib turish bu makruh tanzihi. Va taxassur va qo'ltiqqa tiqib olish. Bunda qalatib turishmi makruh tanzihi. Va qizilda bo'yab qo'yganim makruh tahrimiy, qog'ini makruh tanzihi. Ko'zni yumib olish, namoz o'qigan vaqtda ko'zni yumib olish bu makruh tanzihi. Ammo namozni mashg'ul qilgan bir narsaning ko'ziga tushib qolishidan ansirab ko'zni yumib olsa, bu makruh emas. Ondan keyin buyun bilan qarash, ya'ni buyun bilan ikki tarafga qarash. Buyun bilan qarashning yuzni qarash, ya'ni ko'krak emas,
bu tarafga, bu tarafga bunday qarash bu makruh tanzihi. Namozni buzmaydi, ammo yomon ko'riladi. Osmonga qarash bu makruh tanzihi. İşaret bilan, qo'l bilan yoki bosh bilan salom qaytirish. Raddis salom. İşaret bilan yoki nima bilan? Bosh bilan. Agar musofaha bo'lsa, namoz buziladi. Musofaha bo'lmay, qo'lda ishorat qilgan bo'lsa, makruh bo'ladi. Men bayatda ishorat qilish deganda qildim, unda qilmasam, ishorat qilsak makruh bo'ladi. Ammo musofaha bunda qanday bo'ldi? Buziladi. Yoki 5 ta qanday qilsa, assalomu alaykum deb birisi kirsa, 5imizda duo qilsak, bu makruh tanzihi. Qaddil aya va sur. Surlarni yoki oyatlarni namoz vaqtimizda sanab o'qish, tasbihlarni ham sanab o'qish qo'limizda. Bu makruh tanzihi. Mana bular namozning makruhlari. Unda bo'lsa qo'shlar, sizlar buni qaytib ko'rib, o'rganinglar. Undan keyin oxirida kuni berilgan, buni ishlasanglar, sizlarga texmi bu o'z tushadi. Unda bo'lsa qo'shlar, bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.